Ushbu holat, ushbu video ijtimoiy tarmoqda juda ham katta shov-shuvga aylanib ketdi. Shahrimiz aholisi mehmonlar tomonidan juda ham keskin e'tiroz bildirishdi. Bular o'zlari mana shu yigitlar uyushtirilgan tarzda kelishib shu holatni sodir qilishgan. Bular hammasi bir-birini taniydi. Bu holat Samarqand viloyatida sodir bo'lgan. Bularga demak qonun tomonidan, sud tomonidan tegishli chora ko'rildi. Mana shu haydovchi tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqargan. Haydovchining transport vositasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan haydovchiga bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga joylashtirildi. Undan tashqari haydovchiga sud tomonidan 8 sutka ma'muriy qamoq berildi. Yonidagi 2 nafarini shu yigitlarga 10 sutkadan ma'muriy qamoq berildi. Hech qanaqa haydovchi kar bo'lmagan, u sog'lom bo'lgan. Nima demoqchimizki, ayrim yoshlarimiz so'nggi vaqtlarda tanilaman deb yoki ijtimoiy tarmoqda ko'proq tomosha qiladi hamma deb, ko'proq layk yig'aman deb har xil xatti-harakatni sodir qilishmoqda. Bu yoshlarga yarashadigan ish emas. Juda ham noto'g'ri ish sodir qilishgan va bularga nisbatan tegishli tartibda demak qonuniy chora ko'rildi. Yurtdoshlarimizdan doimiy ravishda yo'l madaniyatiga, yo'l harakati qoidalariga, o'zaro hurmatga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Har doim aytamiz, yana takrorlaymiz bu gapni. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Ushbu videoni barcha yaqin tanishlarga yuborib qo'yinglar, hamma ko'rsin, xulosa chiqarsin. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. O'zingizni asranglar, sog' bo'linglar.